inson o'z taqdiridan qochib qutula olmas ekanda. Ko'zga qarasangiz bo'lmaydimi, doktor? Kechirasiz bu boshmi? Ishi? Siz? Baxtga qarshi ha. O'tirsam mayli? Qarang, kecha metroda bilmasdan turib ketdim-da sizga. Uzr so'ramoqchi edim o'zi sizdan. Keyin ketib qolibsiz-da. Nima qilyapsiz? Ko'zga qarasangiz bo'lmaydimi? Voy, namuncha vahimaqmasiz? Yo'q, kim uzr so'rash o'rniga yana gap ham qaytarib qo'yadilar. Yaxshiyam oddiy suv o'lib bo'lib qolganingiz yo'q. To'g'ri, bitta suvga hech kim o'lib qolmagan. Bu buni nima deb tushuning? Prosta yordam, adolatsizlikka chidolmayman. Ha. Bunda men ham qarzimni qaytaray. 100 gacha kuzatib qo'yaman. Yetib keldik. Mayli, yaxshi dam oling. Yes. Alo. Alo, mushuk yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men sizlar sezman. 2 kundan beri sizga kelyapsiz. Ertaga keling, bo'lmasam отделениyaga tushasiz. Xo'p, boraman. Xo'p. Assalomu Alaykum assalom. Nega kech qoldingiz? Uzr, uxlab qoldim. Kutdi o'zi? Oxirgisi bo'lsin, kiring.